Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana kanalimga videolar qo'yishni boshladim. Qisqacha. Bundan oldingi videolarimda ham aytganimdek, o'zimni kommunal sohadagi xonadonimni, ya'ni o'zimni kommunal sohadagi shaxsiy ma'lumotlarimni o'rganyapman. Bundan oldin shu aytib o'tgan gaz, suv, svetlarni qisqacha shartnoma shartlar degan daftarchalarni o'rganib boryapman. O'zimga kerakli joylarni olib listga ko'chirib, kompyuterdan fayl papka qilib qo'yyapman. Endi shulardan biri mana yana tabiiy gazlash xonadonimga kelgan kommunal sohasini o'rganyapman. Bu o'zimniki shaxsiy. Mana shartnoma shartlari daftarchasida bundan oldingi videolarimni ham qo'yganman. Qisqacha mazmundagi qonun qoidalarini. Yana shulardan biri mana taraflarning mulkiy javobgarligi degan bo'lim bor ekan. 6-bo'lim ekan. Taraflarning mulkiy javobgarligi, ya'ni tabiiy gazni yetkazib berish muddatlari kechiktirib yuborilgan yoki to'liq yetkazib berilmagan hollarda uzrli sabablarga ko'ra gaz hisoblagichi o'rnatilmagan iste'molchilar ta'minotchidan shu muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun penya so'rashga haqqi bor ekan. 0,1% penya talab qilish haqqi bor ekan. Men bundan tushundimki, shu taraflarning mulkiy javobgarligi deganda shu tabiiy gaz yetkazib berish muddatini kechiktirsa, shu hisoblagichsiz, ya'ni men tushunganim kubaturaga ishlaydigan masalan odamlar, masalan xonadonlar bo'lsa, shu har bir yetkazib berilmagan kun uchun o'tkazib yuborilgan muddat kechiktirilgan bo'lsa, yetkazib bermagan bo'lsa, har bir kun uchun penya so'rashga haqqi bor ekan ta'minotchidan. Keyin yana shuni pastiga ham davomiy ta'minotchi yetkazib berilgan gaz haqqini ham o'z vaqtida iste'molchi to'lamasa, unga ham xuddi shunday 0,1% penya talab haqqi bor ekan ta'minotchini ham. Lekin iste'molchini ham hisoblagichsiz ishlatgandan keyin, chunki u agar kubaturaga to'laydigan bo'lsa, shu yetkazib berilmagandan keyin, chunki unga sen kubaga ishlatding deb kuni o'tgan hisobiga nimani yozar ekanda, shuni hisobiga deb o'yladim. Endi hozir barchasini mana o'rganib mana har bitta narsani o'ziga yarasha qonun qoidalari, o'ziga yarasha javobgarliklari bor ekan. Buni masalan iste'molchini ham huquqlari juda keng ekan. Bu degani ta'minotchi hamma yoqqa o'z huquqlarini o'tkazaverishi va u hamma narsaga o'zi aytgandek, xohlagandek anaqa qo'ya olmaydi ekan. Chunki shartnomada ikki tomonlama huquqlar ham berilgan. Iste'molchini ham, ta'minotchini ham huquqlari juda yaxshi ko'rsatib qo'yilgan ekan. Mana hamma mulkiy javobgarlik, hamma tomonlama aniq ko'rsatib berilgan ekan. Hammaga rahmat. Mana qisqacha video qildik. Endi qolgan punktlarni o'rganib boryapman. Men o'zim yana video qilaman. Sog' bo'linglar.